2020 yılı 20 mart Cuma günü Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi Abdücelil Qarqashning riyosetchiligida zo'r ahamiyatga ega nikah murosimi o'tkazildi. Murosim Doktor Ali Topchik apandining mo'ngluq Qur'on tilovati bilan boshlandi. Orqadan islomiy qoida yo'sin bo'yicha nikah o'qildi va yigit qiz chin va'dalar bilan bir-biriga halol hamrohlardan bo'lishdi. Reis Abdücelil Qarqash apandi 2 yoshning islomiy qoidaga uyg'un holda rasmiy er-xotin bo'lganligini qalbidan tabrikladi. Reis Abdücelil Qarqash bu nikah murosimining muhim ahamiyatga ega ekanligini ifodalab mundaq dedi. Markazimizda yillardan beri har xil to'y markalari o'tkazilgan bo'lsa-mu, ammo bugun markazimizda tunji bo'lib bir jup Uyg'ur yoshning nikah murosimiga sohibxonlik qildim. Xitoy dunyoga tahdid silayotgan Uyg'urlarning naslini quritishga uringan paytda yot ellarda bir butun oila qurishning o'zi vatan uchun qilingan bir muhim kurash. Nikohi o'qilgan yigit Anvar Hakim va qiz Muyassar Ubul yurak so'zlarini izhor qilib bundaq dedi. Bizga o'xshash vatansizlikning dardini yetkichi tatib, musofirchilik dardida ko'yayotgan barliq qarindoshlarimizga salom yo'llaymiz. Bizga otadarchilik qilib qutlug' kunimizda bizga qarindoshlik mehrini yetkazgan, bizni yolg'iz qo'ymagan boshda Abdücelil tog'imizga, Ali Topchik apandiga va qarindoshlarimiz Abdusalom va Yosinjonlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosati Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan vaboning ta'siriga qaramasdan davomlashmoqda. Yerlik taratqularning xabarlariga asoslanganda, Xitoy ommaviy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlarda Sharqi Turkistondagi bir masjidning to'xu-katiga aylanganligi ko'rsatilgan. Angliya muhofizat gazeti o'tgan yili 5-oydagi bir xabarida Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda orasida necha yuz yillik qadimiy masjid va mozorlarni bor bo'lgan 33 diniy o'rinni tamoman yoki qisman buzib o'tganligini o'ttirg'i qo'ygan edi. Amerika prezidenti Donald Trumpning yangi tipli koronavirusi Xitoy virusi deb atilishdan kelib chiqqan talash-tortishlar davomlashayotgan bir paytda texmi ko'p Amerikalik parlament a'zolari Xitoyning amaliy ahvolini yoshirib, dunyoga vaboning tarqalishiga sabab bo'lganligi uchun hisobga tortilish kerakligini aytdi. Florida shtatlik Jumhuriyatchi Kengash palata a'zosi Marco Rubio 19 mart payshanba kuni Twitter hisobida yo'llagan uchurida Amerikaning ko'z oldidagi masalalarni bartaraf qilgandan keyin Xitoyning mas'uliyatini surishti qilish kerakligini aytdi. Rubio so'zida yana Wuhanda virus yangi o'ttirg'i chiqqan mezgilda Xitoy virusining tarqalishining oldini ola oladigan muhim uchurlarni oshkorlashni rad qildi dedi. U yana hozir diqqatimizni davlatimiz duch kelgan qiyin masalalarni hal qilishga qaratayli. Lekin bularni bartaraf qilgandan keyin Xitoyning qilmishidan hisob olishimiz lozim deb ta'kidladi. Xitoy virusi dunyoda tez suratda tarqalmoqda. Turkiya Səhiyyə ministri Fakhriddin Koja Wuhan virusi sababli Turkiyada vafot bo'lganlar sonining 21 bo'lganligini bildirdi. U 21 mart kechda Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, o'tgan 24 soatda 2953 shubhali kishi tekshirildi. 277 kishining yuqumlanganligi bayqaldi. Bemor soni 947 ga yetdi. Yaşanğan bemorlarimizdan 12 nafar vafot bo'ldi. Bugungacha jami 21 kishidan ayrildik dedi. Xitoy virusining ta'siriga eng og'ir uchirgan Italiyada 24 soat ichida 793 kishi hayotidan ayrildi. Jami o'lganlar soni 4825 bo'ldi. Eronda o'lganlar soni 123 kishi eshib, jami 556 bo'ldi. Yuqumlanganlar soni 20610 bo'lib, 7635 kishi saqaydi. Amerikada Xitoy virusi bilan yuqumlanganlar soni 19624 kishiga yetdi. O'lganlar soni 260 nafar. Amerikada 24 soat ichida 5302 yuqumdor bayqalib, 50 kishi hayotidan ayrildi.
Yana bir tarafdan Isroiliya bosh ministri Netanyahu davlatida Xitoy virusi sababli 10 minglagan kishining o'lishi mumkinligini aytdi. Shuning bilan birga Isroiliya va Finlandiya qatorliq davlatlarda Xitoy virusi sababli tunji o'lim voqeasi ko'rildi. Nigeriya qatorliq bir qancha davlatda tunji yuqumlar bayqaldi. IHS Market nomli xalqaro tadqiqot o'rnining mo'ljallashicha, Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi vabosi sababli Yevropa, Shimoliy Amerika va Latin Amerikasidagi avtomobil fabrikasining taqilishi bilan avtomobil ishlab chiqarishi 1 million 400 ming dona ozishi mumkin. Mazkur organ e'lon qilgan bayonotda Xitoy virusi sababli Yevropa, Amerika va Janubiy Amerikadagi nurg'unlagan avtomobil ishlab chiqarish shirkatlarining ishlab chiqarish markazlarini vaqtli taqaganligi va ishlab chiqarishni to'xtatganligi tilga ilingan. Miraj kechasi xayrlik bo'lsin. Osmon darvozalari ochilib, olamlarga rahmat yoqqan Miraj kechasi munosabati bilan Uyg'ur televiziyasi Turkiya va Sharq Turkiston boshchiligida butun islom olamini tabriklaymiz va bu kechining yaxshiliklarga vasila bo'lishini tilaymiz.